Assalomu alaykum. Sirashxon tishining aşağıda obunachilar, bitta like bilan podpisatsiya unutmangizlar. 24-oktyabr 2024-yil. Xo'p, mana karaytimizning davomi. Karaytimiz bitti maniki. Ustakalarimizni urib tashlagan. Xo'p, mana kolodisimiz ham qo'yilgan. Ko'rtog'ini ko'klarimiz like bilan podpisatsiya unutmangizlar. Yerdan nasib bo'lsa oknalarni qo'yib chiqsak. Kolodis. Endi bugun nasib bo'lsa mana so'qilga tushamiz. So'qilga yerdan tushamiz inshaalloh. Mana karayt deydi. Karaytdan tartgan ustakalarni atkoslari ham tayyor deradan olib shuni ichiga o'rnatsak nasib bo'lsa. Mana tarhanamiz ham so'qilning toshi ham kelgan klinkerimiz. Mana karayt deydi. Keyin sizlarga yana bir tasvirlar videoning davomini ko'rasizlar. Mana karayt ko'rtog'ini ko'kalar. Podpisatsiya bilan like unutmangizlar ko'kalar. Karaytimiz. Ana derazaning jihatkoslarini tayyor qilib turibdi mana. Olib kelib shunday ichkaridan derazadan o'rnatishadi. Anakay. Katapallar mana bonusda shu noldan boshlaganmiz betondan. Mana ularning tarashka burchatkalari ham qo'yda terilgan. Undayga uyimiz 9 metr. Bir tarafi 10 metr solingan uy. Ko'rtog'ini ko'kalar, bitta like bilan podpisatsiya unutmangizlar. Xo'p, videoning tafsilini nasib bo'lsa yerdan yana sizlarga ko'rsatamiz. Hozircha mayli, yaxshi qolinglar.